Sevişkenler bağlıda gönül girsem yolu Kaşları sıvalı Yüzleri simalı Sevişkenler bağlıda gönül girsem yolu Çıroyunu kızlar Yürek dallar boray Burak böbreği sıkırdı Ağlıyorlar soraylı Kaşları sıvalı Yüzleri simalı Sevişkenler bağlıda Sen yamalı Rahmat ekanlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deymiz. Davramiz chiroyli, fayzli o'tib borar ekan. Oladi. Otangiz nima edi? Muhammad Aziz. O'ynab berasizmi? Ha. Nechiga kirdingiz? Yo'ga. Nari tomonga o'tib oling. O'ynaymiz a? Ha. Nima bo'lsa? Kasa bo'lsa. Qarsak bo'lsa ekan-da, chiroyli qarsak solib beringlar shu yigitga. Voy. O'rtani bo'shatib beramiz endi qoch bu tomonga. Xo'p, Davron aka bitta salto tashlaydi, hamma qarab oladi, xo'pmi? Siz-chi shoshibsiz-da yechinga bu tomonga amakining oldiga o'tib turaverasiz. Yaxshi niyat qilib, qarsak cholganlarning uyida bil to'y bo'lsin. To'y qilganlarga to'ylar qulluq bo'lsin. Qarsak choling. Qarsak urgan qo'llaringizni ko'rmasin. Katta yigitlar go'zal namoyishlar bilan. Davrada kaskada yo'q, aktor yigitlar. Qo'llar ishda. Sirat Muhammad Aziz bitta namoyish so'rini ko'raylik. Merkezlerine başlayalım. Rana bırak şartı geldik. Santo gitme. İki yol. Qarsak cholganlarda puli ko'paysin. Qarsak cholganlar boy bo'lsin. Iloyim. Qarsak cholmaganda bor-ku, puli ko'payib ketgan bo'lsa ham plastik o'tib kelsin, bankomat qilib yuraversin yechalmasdan. O'ngga qara, chapga qara, Davron akaga bir qara. Do'stlari chetda, sinfdoshlari chetda. Bugun to'y qilganlar yaltirab turibdi. Jang $50, $100 bo'lmasa ham bunaqa namoyishdan keyin bolalar bilan mahoratni ora-orada chiqib 100 ming qistirib tursa bunga yarashadigan kun bugun, to'g'rimi? Chetdami to'y qilgan? Ha, bobosi ham qarab turibdi mana. Xushol bo'lasan. To'y qilganlar bir ko'rinish beradi. Yuqoridan turib bitta havoda salto bilan cho'san, to'y qilganlar bir ko'rinish beradi. Oldin olasan. Yuqoridan turib bitta chiroyli 5 qarsakka 3 daqiqani keldi. Shoshib qo'ying. Ol. Bo'lsa uchun bo'lsin, oling makina qo'l. Ha, qara. Ha, tayyormi? Ha. Bulak ishtima emas, portlatib yuboring o'zingiz, xo'pmi? Ha. Haligi yer ko'rganda osmonga sopchiydigan yigitni o'zi ham. Nima yo'q? Kasa yo'q. 4 yoshli Muhammad Azizga qarsak cholganlarga ham Alloh Muhammadlarni bersin, keldi. O'rtaroqdan. To'y bo'layam chekdan ko'rinib turibdi. Oldilar, yetib chiqdi. O'rtaga yurmay turamiz. Instagramda portlatga turgan yigit. Qarsanglar, qani? Qo'g'irchoqdan bir dona ko'raylik. Hozir to'ylar qulluq bo'lsin. Qani? Taklab so'mkiga savob ketsa bo'ladi. Qarsang chopsa bo'ladi. Qani?
onasiga kiyov qidirganlar qochib ketib qoladi ama. Tayyormi? Ha. 3-qavatga balkonga qadam bossang bo'ladimi? Ha. Bo'ldi, nima yo'q? Kasa yo'q. Qarshi yo'q aka. Kiyatdi. Kasini bos. Qarshi sho'gan qo'llaring iloyimda ko'rmasin. Gerdingda. Bos. Bo'yoqni Muhammad Asiyov oldi. Buna mas'ulagan juda qiyin bo'yoqni bo'lagan. तो मेरे आशिक जान Ayarım, çekti, bas bas. चल के हो चल चल Gel yine. जरा İşte nasıl? Buna nasıl olmayan? के नहीं सन Haqiqiy mehnat ketdi qarshi. Endi gapirmadingda, to'g'risi gap ko'p. Mehnat qilmasang odamlar maza qilmaydi. U gapni eshityapsizlar televizorda ham, telefonda ham. Akalar, haqiqiy mehnat qilib, sport bilan shug'ullanib, davraga kirib, haqiqiy mahoratini ko'rsatgan yigitlar. Ko'p gapirmayman. Nima qilamiz endi? Duo qilamiz. Sizlarning haqlaringga duo qilmoqchi. Tamam? Shuni oldiga olib chiq. 4 yoshli Muhammad Aziz bilan birgalikda akalar, opalar, bir duo qilganlarni ham qizi baxtli bo'lsin, o'g'li omadli bo'lsin. Shunaqa shirin nevaralarni o'g'illaring to'ylarida xizmat qilaylik, duo qilaylik, teskari qaramay yo'qmen. To'yxona rosa to'lib o'tiribdi-da, agar shuncha olib hozirda duosini tuzalmayotgan turgan qishloqlar, mahallalar, qo'ni-qo'shnilar kasal bo'lsa tuzaladi. Sabab sizlar duo qilyapsizlar. Befarzand odam bordi, duo qilinglar. Farzand beradi Alloh taolo. Shuncha odam duo qilyapti. Duo qilinglar. Bugun to'y qilganlardan amin. Xonadoni oboddir, bundan da obod bo'lsin. Qilingan ihsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. To'y bolalar katta yigitlar bo'lsin. Dunyo qisqa, umrimiz qisqa. Ota-onasini jannatga olib beradigan o'g'illar bo'lsin, to'y bolalar iloyim. To'yni degansizlar hammalaring. Bugun palonchi to'y qilyapti, nevarasiga palonchi to'y qilyapti, o'g'liga to'y qilyapti degansizlar. Sizlarga ham boring, to'ylarni qilinglar iloyim. Sinfdosh, qarindosh, do'stlar, sizlarda onalaringga o'xshagan bitta onam bor. Shu kunlarda tug'ilgan kun nishonlaymiz. 6-3ga kiryaptilar onam. Orzu qilardim, katta bo'lsam, dadamni, onamni bir qilib Makkaga boraman, hajga boraman deb o'ylardim. Bu kunlar dadam ko'rmadi. Dadasi bor yigitlarni ko'rsam havas qilaman. Onasi bor odamlarni birga yurganini ko'rsam bir yurak jas etadi. Ota-onasi borlar borda qiling, otani, onani o'tib ketgandan keyin sog'inganda, hatto g'ijillab uyga olib qo'ygan. Onangni bitta o'rmoqlini dadani eskirib ketganda kasbini topolmasdan qolar ekansan. Polvon, yoshim ulg'ayib katta bo'lib qoldim. Men ham dadamni yoshidaman bugun, onamni yoshidaman, o'g'il qizlarim bor. Otamni eslatding, onamni eslatding, otam uchun onamdagi ihson qilaman degan inson borki, qodir inson bo'lsa bir 10 ming so'mga yog'oz ochaman. O'rnidan turib qadam bosdimi, Alloh jannatidan joy bersin. Amin. Shu qizaloqni olib chiqib kelishdi, o'g'il uka bersin deb turishdi. Amin. Shu Muhammad Azizga o'xshagan oppog'idan chiroyli o'g'il ukalarni bersin Alloh akbar. O'rtada turadi, bormaydi oldalaringizga. Buni yaxshi ko'rgandan emas, otasini, onasini yaxshi ko'rganlarga talab solib qo'ydim, chol. Ham chiqsin. Sahiylar o'rnidan turib qolsa yana bossin. Sinirlaydi shabbona Adamlar